Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Shumalan to'g'risida yo'lning ustida 4 qavatli domimizda birinchi qavatida 2 xona ayrim jihozlar bilan yurtdoshlar aytib o'taman. Navla qoladi, navla ketadi. Gilovash prixojimiz, mebelimiz qoladi bu yerda. Eshigimiz demir, uchupyonli eshik. Bu yon tarafda kuxnyamiz, sanuzelimiz, kuxnyada xolodilnik ketadi. Qolgan narsalar qoladi. Bu yerimiz zal bo'ladi. Ikkilamchi asosidan chiqadi yurtdoshlar. Bu yerda bir televizor ketadi. Kalan görüp durgan mebelleriniz, ugalokla kaladı, kondisyoner kaladı. Yan tarafımızda verandası, bir de kaminli peç var iken. Aynı aramız plastik, rişot kesen bu. Jaluzi perdelerimiz kısırılgan. Bir de bir televizor getadi, kuxnyada xolodilnik ketadi. Spalnida bir televizor var iken, van getadi. Kalan görüp durgan mebelleriniz, spalni tumbuchkalar qoladi. Bir ish televizor ketadi ekan yurtdoshlar. Bu yerimiz ham oynasi plastik, rishotkasi bor, jaluzi pardamiz qisdirilgan. Ikkinchi xonasi edi u. Yan tarafimiz sanuzeli. Krugoy plastik apshipka bo'lgan. Yan tarafimiz kuxnya. Bu yerda ham oynasi almashgan, rishotkalari plus. Gaz plitamiz var, kuxnya mebelimiz var yine. Bir de kir maşinam qoladi. Pol avtomat. Yurtdoshlar bahasına keladigan bo'lsak, 335 milyon so'm salgina kelishib beriladi. Ikkilamchi qilmasanizlar ham bo'ladi yurtdoshlar. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.